Havuz fasada bunaşlar. Hammaga assalomu alaykum. Biz bugun Yangiariqdamiz. Bu imoratimizning egasi musofirda. Shu bizlarga ishonib fasadini topshirdi. Uyni hozir bundan keyingi videoda oldingi tomonlardan qo'yaman. Deylik, beri uyni orqa tomonidan ikkinchi sort 120 ming so'mlik mahsulotdan berdik. Uyni 50 tomonlari yon boshlarini beri 140 ming so'mlik birinchi sortdan berdik. Mahsulotimiz sразу upakovkasidan ma'lum bo'ladi. Daşı bir-birine o'xshashi bo'lgan bilan narxida farqi bor. 120 ve 140. Buyanları polni setga urib, yine paxsa deb olsa bizatiladi. Setga urilib, kiliy tortilgan, ko'rdingizmi? Ishladik bo'lgandan keyin mustahkam bo'ladi. Bize bejiz aytmaymiz, şu ozgina rasxodlarimdan qaytmanglar. Haqiqiy ishlab beradigan sifatli bo'ladi. Deylik, şu imoratimizdan sal ozgina o'tganimizdan keyin başka ishlab chiqaruvchi tomonidan, başka ustalar tomonidan ishlangan mahsulot buni solishtirishingiz mumkin gelib bemalol. Videomuz ikincisi, deylik, şu yurtdoshlarimiz musofirda yurib bizlarga ishonib ishni topshiradilar. Bize haqiqatdan chiroylatib berib, qo'limizdan kelgancha chiroylatib berib topshirishga harakat etamiz. Deylik, belni sokollari bilan, polni hamma joylari bilan 100% olamiz. Sokollarını veren mramor özüne yaktı. Mramordan ettirdik. Yani Abraham Leyla'nın indi gelişemiz, nere nav çıkarıp veremiz. Düşünün, yine bize bu hizmetlerimiz tekin afterski dedi. Bu afterskini bize tekin etip veremiz. Lakin bize şuna seni profesyonel derecede, prosta ağızdan emez, çünkü özüm indi maqtangan emas, özüm hakikaten profesyonel adamım, kuruluş boyunca. Çünkü tesbih etemem. Ustalarımızı gelip işini, hepsini göremiz. Birilerinde azgana kaçık olsa aytamız. Lakin Allah'a şükür ustalarımızdan insaf bilen çok getip işleydiler.